Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan aviakassaga Surxondaryo Jahongir Jomon. Xudo xolasa bugun 9-noyabr 2025-yil Sankt-Peterburg Buxoro yo'nalishi bo'yicha registratsiyamiz boshlangan. Polni joylarimiz, bironta joylarimiz yo'q. Hurmatli o'rtoqlar, qarab kelaverasizlar. Biz esa xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha mana ko'rib har bitta reysga chiqib, chiroyli qilib harakat qilamiz, o'tkazib qo'yishga. Keyin любой passajir bo'ladigan bo'lsa ham, taqdirda ham telefon raqamlarimizni olib telefon qilib kelingizlar. Keyin men bu yerga ko'plar keladi, bizda telefonimiz yo'q, bizda nimamiz yo'q, men mana shu kiyimda yoki bo'lmasa meni mashina nomerim mana bunda degan gap so'zlar o'tmaydi. Chunki deganda biz sizga kiyimingizdan qidirib yoki boshqa qilib qidirib yurmaymiz. O'shaning uchun telefon raqami bor odamlar bilan keling yoki telefon raqamingiz bo'lsin afzal. Bu narsani aytmoqchi emas edim. Men necha kundan beri mana shu ahvol bo'lyapti. Kecha Termiz Toshkentga bir 3 kishi mana shunaqa telefon raqamimiz yo'q, taksidan telefon qilyapman. Men mana shu kiyimdaman deb gapiradi. Bugun Buxoroga ham mana shunaqa ahvol bo'lyapti. Hurmatli yurtdoshlar, biz ham qo'ldan kelgancha yordamlar qilib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'tkazayapmiz.